Aka 5,5 million qilib bering. Yo'q aka, yaxshi qilib berdim narxini. Hatta 200 ming o'tib bering. Bunday holatlar Fargizda hech qachon uchramaydi. Ya'ni narxlar adolatli, korxona tomonidan belgilangan narx asosida, ya'ni sotuvchi mahsulot qiymatining ustiga foyda qo'yib sotmaydi. Ya'ni siz gilam xarid qilishda hech qachon aldanib qolmaysiz. Aka shuni 4/5 razmeridan qilib bering. Aka buni faqat 3 ga to'g'ri qo'ygan. Fargiz do'konlarida bunday holatlar hech qachon uchramaydi. Ya'ni do'konlarimizning har birida katta skladlari mavjud bo'lib, siz istalgan o'lchamdagi gilamlarni do'konlarimizdan topishingiz mumkin. Agar shu holatda ham siz istagan o'lchamlar bizning do'konlarimizda topilmasa, sak zavodidan to'g'ridan-to'g'ri buyurtma asosida mahsulotingizni yetkazib beramiz. Tayyorgingiz. Aka buni dastavka qilib beringlar buni. Olib ketaversin, mayli aka. Aka, bir daqiqa mumkinmi? Keling, gapim bor. Mana qarang. Nima qilasiz o'zingizni qiynab? Fargizga boring. Dastavkasi ichida borib, kesib, o'lchab, xoningizni dizayniga moslashtirib qilib berishadi. Ana Hammabop choyxonani bilasizmi? Ashitda o'tganingizda 10 qo'lli 3 qavatli yangi do'konlar ochishdi. Ashika boring aka, shuncha ovora bo'lib yurmaysiz. Yuring ovoraman. Bo'ldi aka.